Assalomu. Sizlar bilan Almaz 189. Mana sizlarga savol. Sizlar mana shunaqa italyancha memlarni ko'rganmisizlar? Meni o'ylashim bo'yicha siz bularni 100% ko'rgansizlar. Eshitib ko'ringlar. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite, quando a un punto arriva mia nonna, Ornella Lecca Cappella. Mana shunaqa memni bir joyini eshitib ko'ringlar qani. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Porco Dio, porco Allah. Agar buni ma'nosini tarjima qilib ko'rsangiz, Alloh cho'chqa yoki Xudo cho'chqa degan ma'no beradi. Shuning uchun mana shu memlarni italyancha memlarni o'zbek islom diniga qanday aloqasi bor desangiz mana shunaqa. Yana keyingisi. Самые сильные итальянские животные. Hozir barcha mana shunaqa shortslarning barchasi o'zi millionlab prosmotrlar yig'ibdi, qaranglar. 1,451,699 ta. Trallallero trallallà, porco Dio e porco Allah. Bu yoqda ruschasiga ham yozib qo'yilgan. Hop, yana bitta versiya. Bombardiro crocodilo, un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe. Si nutre dello bombardiro Mana, buning tarjimasi. Uchib yuradigan bombardiro krokodilo. U alligator va bombardiraning qo'shimchasi. U Gizadagi va Palestinadagi bolalarni portlatishni yaxshi ko'radi. U Allohga ishonmaydi va bombalarni yoqtiradi. Mana shuning versiyasi. Hali bularning versiyalari juda ham ko'p. Hattoki tong-tongda ham. Shuning uchun ham musulmonlar bu memlarni ma'nosini bilmasdan, tarjimasini bilmasdan like bosadilar. Hattoki bularning mana shu italyancha memlarning musulmoncha versiyalari ham bor. Shuning uchun ham bu memlarni hech qachon like bosmanglar. Chunki Alloh Qur'oni Karimda aytganidek, kimda-kim Allohga va uning diniga qandaydir yomon so'zlar bilan aytsa, uning joyi do'zaxdan bo'ladi deganlar. Shuning uchun ham musulmonlar astag'firulloh denglar va bu videolarga like bosmanglar va bularni do'stlaringizga tarqatmanglar. Chunki siz agar buni bir-birlaringizga yuborsangiz, siz Allohning ustidan kulishni ko'proq yuborasiz.